Osiyo ayig'i Murod Xonto'rayev bilan bitta dasturxonda o'tirib she'r yozgan ekansizlar. Agar imkoniyat bo'lsa, ikki og'zim shu she'r haqida. Zo'r savol bo'ldi. Murod Xonto'rayevda birinchi uylarga borganmiz. Aka, mana o'sha yoshlik paytimda novvoychilik qilib yurardim. Qiyinchilik o'tib ketar ekan, go'zal tonglar otar ekan deganda o'sha so'zidan men tema olib, Nizom akam bilan birgalikda Murod Xonto'rayev rahmatli o'zini gapi bilan shu she'rni yozganmiz. Murodingga yetib yurgin do'stim Murod. Bormi biz O'zbekistonda shunaqa sportmen o'shanga qo'shiq qilib, ashini orqasidan olib chiqadigan? Albatta, hozir men to'g'risi Murod Xonto'rayevdan Doston ukamiz chiqdi bozori. Ko'z tegmasin. Nursulton, ko'z tegmasin ukamiz. Bor niyatlarim O'zbekiston bayrog'ini balandga olib chiqib, haqiqiy jangchi bo'lsa, piarchi bas yo bo'lmasam shouchi bas, unaqa bo'lmasa, haqiqiy urushadigan mard bo'lsa, olib chiqamiz. Chiroyli gimn qilib ber, xudo xolasa. Lekin shu kungacha sizga hali hech kim taklif bergan yo'q. Yo'q, taklif berishdi, men o'zim rad etdim, chunki men o'ylagandaqa bas. Zo'ridan eshitaylik. Oy qizini xush ko'rib qolgan, boy qizini tush ko'rib tolgan, voy kunni tunga ulada solgan, yuragimni nima deb alday. Bu videoda jamiki sportmenlarga jo'natib qo'yamiz. Gap yo'q, rahmat, sog' bo'linglar.